Xo'jayin, xatga qaydik. To'ylamoqroq bo'lsin, ukam. Sizga alohida taklifnoma berib aytmoqchi edim, xo'jayin. Bilib qolibsiz-da. Menga taklifnoma kerak emas. Eshitganim o'zi hisob. Ma'mi to'yanani olib qo'y. Xarajatlaringni ishlatasan. Voy, xo'jayin. Buncha ko'p pul ololmayman. Tinchlikmi nimaga? O'zi xo'jayin simdoshlarim $50 yig'ib berishyapti. Uni qaytarishim kerak. Sizdan shuncha pul olsam, hali beri qaytara olmayman-ku. Men senga qarz bermayapman. To'yini beryapman. Ertaga siz ham yaxshi to'ylar qilsangiz, buni qaytarishim kerak-ku. Mana shu joyini ko'pchilik noto'g'ri tushunadi. To'yanani oladi-da, daftariga yozib, keyin qaytaraman deydi. Aslida to'yina qarz emas. To'yina bu bir ehson. Odam imkoniyatidan kelib chiqib, to'y qilayotgan inson yuki yengil bo'lsin, quvonchiga sherik bo'ling deb beradi. Nima shunda qaytarish shart emasmi? Shart emas. O'zi to'yanani eng chiroyli qaytimi bu duo. Mana shu duolar sabab o'rni to'lib ketadi xotiroma. Xo'jayin, rosa kerak bo'lib turadi. O'zi sizdan qarz so'rasammikan deb yuruvdim. Topganingizga baraka bersin. Rahmat. Amin. Aytganing kelsin. Men ishxonaga hayda.